Yaypan shahrida shu xabar. Bir yigit do'konga kirib, do'kon egasi yo'qligidan foydalanib, u yerdagi narsalarni olib qochmoqchi bo'ladi. Ammo Ziyo kamera qo'ygan kamera sababli bu qutqarib qolinadi. Assalomu alaykum hurmatli yaypanlilar. Siz bilan ham do'koningiz bilan, uyingiz bilan shunday hodisalar sodir bo'lmasligi uchun sizga kimga murojaat qilishligini ko'rsataman. Ya'ni Ziyo kamera Instagram profiliga telefon nomerlari hamma yo'qlari bor. Murojaat qilasiz. Sizga ham chiroyli sochli moshni qilib ishlarni bitirib berishadi. Undan tashqari mana bu 4 ta kameramiz, o'sha yozadigan miyasi, 50 metrcha kabellari hamma yo'g'i siz uchun aksiyaga tushdi. Buni narxini taxmin qilib turing, videoning oxirida aytaman. Bizda har xil 360 ga 24/7 kameralarimiz bor. Quyoshlar bilan ishlaydigan, ya'ni quyosh nurlari bilan ishlaydigan kameralarimiz, undan tashqari sifatlari tiniq, qorovul kameralarimiz, damofonlarimiz hammasi mavjud. Pastda telefon raqamlarini qo'yib qo'ydim, telefon qilishingiz mumkin. Bemalol bizning nomimizdan chiqsangiz chiroyli qilib skidka qilib berishadi. Aytganimdek video boshida mana bu qo'yilgan narsalar siz uchun boshqa paytlarda $200 shunaqadan sotilgan. Siz uchun, men obunachilarim uchun hamda Ziyo kamera Instagram profiliga obuna bo'lganlar uchun $169 etib belgilandi. Ulgurib qoling, bular sanoqli qolgan. Joyimiz, lokatsiyasi qayerda deganlar uchun bu tomonimiz Oqtepa svetofordan tushib kelishdi. Shundoqla chap qo'lda joylashadi. Bu tomonimiz ishonch kredit savdodan o'tganda o'ng qo'lda joylashadi. Ziyo kamera, faqat sifatli kameralar siz uchun jigarlar qo'ng'iroq qilaverasizlar.